Assalomu alaykum. Xo'sh, demak, bugun fizika mavzularini o'rganib boshlaymiz. Xo'p, bu yerda ikki xil variant bor. O'zi 5 minut, 5 minutdan video bo'ladi. Xo'p, o'shani ulab turib kattaroq mavzu ham qilib chiqarish mumkin yoki alohida bitta-bittalik o'rtacha 5 minut davomiyligidagi mavzuchalar qilib bo'lib o'tishimiz ham mumkin. Demak, birinchi mavzuga tanlab oldik. Kinematika, moddiy nuqta, yo'l, ko'chish va trayektoriyani tanlab oldik. Demak, birinchi kinematikaga to'xtalamiz. Kinematika nima? Kinematika bu harakatni vujudga keltiruvchi sabablarni hisobga olmasdan fizikani o'rganadigan fizikaning bo'limi bu kinematika. Ya'ni kinematikada yo'l, ko'chish, tezlik degan tushunchalar bilan, tezlanish degan tushunchalar bilan tanishamiz. Lekin bu yerda harakatni vujudga keltiruvchi sabablar hisobga olinmaydi. Masalan, avtomobil harakatlanishi uchun unga benzin kerak, motor kerak, g'ildirak kerak, hokazo. Demak, biz ularni hisobga olmaymiz. Biz avtomobil prosta harakatlanadi deb o'ylaymiz. Demak, kinematikaga to'xtaldik. Keyingi nazariyamiz bu moddiy nuqta. Moddiy nuqta ta'rif berilgan, shakli va o'lchamlari hisobga olinmaydigan darajada kichik bo'lgan jismga moddiy nuqta deyiladi. Masalan, Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan avtobus Toshkent-Samarqand yo'liga nisbatan moddiy nuqta bo'la oladi. Sababi, Toshkentdan Samarqandgacha, masalan, o'rtacha 300 kilometr deb hisoblasak, boyagi avtomobilning uzunligi masalan 3 metr. 3 metr. Ya'ni bu yerda 300 kilometrning oldida 3 metr hisobga olmas darajada kichik son. Buning uchun zo'r narsa o'ylab topilgan. Men o'zim anaqa qilganman. Masalan, odamda soch bor, to'g'rimi? Demak, sochda nechtadir tolamiz bor. Xo'p, biz boshimizni yuvayotgan paytimiz bitta ikkita tola tushib qoladigan bo'lsa, biz siqilmaymiz odatda. Ya'ni kal bo'lib qolmaymiz deb o'ylaymiz. Nima uchun unaqa? Sababi butun bir soch tolalariga nisbatan 1-2 dona soch tolasi hisobga olinmas darajada kam. Ya'ni bu yerda hisoblashimiz mumkinki, butun soch tolasiga nisbatan ikkita soch tolasi moddiy nuqta. Boyagi Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan avtomobilda ham xuddi shunaqa edi. Keyingisi yo'l. Yo'l bu trayektoriyaning uzunligi. Xo'p, trayektoriyaga hozir to'xtalamiz. Xo'p, demak, trayektoriyaning uzunligi yo'l. Ko'chish jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishli kesmaga ko'chish deyiladi. Oxirgisi trayektoriya. Trayektoriya jismning fazoda qoldirgan izi. Demak, biz to'xtalamiz. A nuqtadan harakatga keldi. A nuqtadan harakatga keldi jism. Mana shu trayektoriya bo'yicha harakatlandi. B nuqtaga yetib bordi. Demak, bu shakl jismning harakatlanish trayektoriyasi hisoblanadi. Ya'ni bu trayektoriya. Demak, shu trayektoriyaning uzunligiga yo'l deb aytdim boya. Demak, ko'chish jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishli kesmaga. Masalan, A nuqtadan boshladik, B nuqtagacha to'g'ri bordik. Demak, bu ko'chish hisoblanar ekan. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga borish bu nima bo'ldi? Ko'chish. Buni biz ko'chish deb nomlaymiz. Ko'chish. Xo'p, demak, mana shunday. Hozir yana to'xtalamiz. Boyagi trayektoriyaning uzunligini qanday hisoblaymiz yoki shunga o'xshash savollarga davom ettiramiz.
Demak, trayektoriyaga bitta masala ko'ramiz. Masalan, ikki nuqta orasidagi masofa. Demak, bizda ikki nuqta orasidagi masofa degan tushuncha bor. Bizga A nuqtaning koordinatalari berilgan. Xo'p, x, y. B nuqtaning koordinatalari x1, y1. Endi bu A va B nuqtalar orasidagi masofani qanday aniqlaymiz? Xuddi bu A nuqta va B nuqta kabi. Demak, orasidagi masofani D deb belgilaymiz. D teng ildiz ostida x1 qo'sh minus x ning qavs kvadrati plus y1 minus y ning qavs kvadrati. Agar bizda z o'qi bo'lsa, z o'qi bo'yicha ham davom ettirishimiz mumkin. Demak, bu ikki nuqta orasidagi masofa. Masalan, bizga A nuqtaning koordinatalari berilgan bo'lsin. A nuqtaning koordinatalari 4 ga 8. B nuqtaning koordinatalari esa 7 ga xo'sh, masalan 12. Demak, A va B nuqtalar orasidagi masofa qanday hisoblab topiladi? Bu yerda D barobar ildiz ostida qavs ochamiz. B ni koordinatasi 7, ya'ni x1 o'rnida 7, 7 dan 4 ni ayiramiz. 7 dan ayiramiz 4 ni. Kvadratga oshiramiz. Plus 12 dan ayiramiz 8 ni. Kvadratga oshiramiz. Demak, xulosa quyidagicha kelib chiqadi. Teng 7 dan 4 ni ayirsak 3, 3 ning kvadrati plus 12 dan 8 ni ayiramiz 4, 4 ning kvadrati deb yozib olamiz. Endi masalamiz oddiylashdi. Xo'sh, bu yerdan ildiz ostida 3 ning kvadrati 9, 4 ning kvadrati 16. Xo'p, 9 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak, 25. 25 dan 5 metr yoki santimetr endi birlikka qarab chiqib ketaveradi. Xo'p, demak, ikki nuqta orasida masofa mana shunday qilib hisoblanar ekan. Endi, xo'p, 3 talik bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa gap bo'ladi. Xo'sh, endi asosiy fizik kattaliklarga to'xtalsak. Asosiy 7 ta fizik kattalik mavjud. Demak, birinchisi vaqt, massa, uzunlik, temperatura, tok kuchi, yorug'lik kuchi, mudda miqdori. Demak, 7 ta asosiy kattalik bor ekan. Demak, mana shu 7 ta asosiy kattalik bu asosiy kattaliklar hisoblanadi. Qolgan fizikada keladigan barcha kattaliklar hosilaviy kattaliklar hisoblanadi. Ya'ni hosilaviy kattaliklarga tezlik. Bu hosilaviy kattalik. Xuddi shunaqa qilib o'rganish mumkin. Demak, xo'p, biz davom ettiramiz. Moddiy nuqtani tushundik, kinematikani tushundik, yo'lni tushundik. Xo'p, endi davom etamiz. Asosiy matematik amallar. Biz bularni bilishimiz shart. Agar fizikani o'rganamiz deb o'ylasak. Demak, birinchi to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasi. Pifagor teoremasi nima deb aytiladi? Pifagor teoremasida xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Xo'p, ya'ni bizda to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. A katet, B katet, S gipotenuza. Xo'p, Pifagor teoremasiga ko'ra katetlar kvadratlari yig'indisi, ya'ni A katet, uchburchakning bir A kateti, A ning kvadrati plus B ning kvadrati teng S ning kvadratiga. Bu yerda S gipotenuza. Agar bu yerdan s'ni topmoqchi bo'lsak, ildiz ostida A kvadrat plus B kvadrat.
Mana shunday qilib topiladi. Xo'p, demak bu Pifagor teoremasi edi. Endi Pifagor teoremasi misolida endi biz burchak sinusi, kosinuslarini o'rganib ketaveramiz. Xo'p, bizga to'g'ri burchakli uchburchak yana kerak bo'lyapti. Demak, birinchi sinus, kosinus, tangens va kotangenuslarni o'rganamiz. Xo'p, demak, yaxshi. Deyarli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ldi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchagimiz, demak, burchak alfa bu A katet, B yopishgan katet, S gipotenuza. E'tibor berish kerak. Alfa burchakning qarshisida A katet yotibdi. Alfa burchakka yopishgan katet B katet. S bu yerda gipotenuza. Demak, burchak sinusini topamiz. Sinus alfa deb burchak qarshisidagi katet, ya'ni burchak qarshisida alfani qarshisida qaysi katet yotibdi? Mana A katet yotibdi. Ya'ni A katet yotibdi. Demak, A taqsim S, ya'ni qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Burchak sinusi deb aytiladi. Keyin esa burchak kosinusi. Kosinus alfa teng yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati. Ya'ni alfa burchakka yopishgan katet bu yerda B katet, S gipotenuza. Xo'p, burchak tangensi deb qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbatiga aytiladi. Ya'ni A taqsim B. Xo'p, endi kotangens shunda teskarisi, tangensga teskari, kotangens alfa yopishganning yopishganning qarshisidagi katetga nisbatiga aytiladi. Aslida sinus nima, tangens nima degani? Tangens alfa degani sinus alfani bo'lish kerak kosinus alfaga. Kotangens esa shuni teskarisi, kotangens alfamiz kosinus alfani bo'lishimiz kerak sinus alfaga. Xo'sh, demak, bizda mana shunday tushunchalar paydo bo'ldi. Bir takrorlab olamiz. Burchak sinusi deb burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati, kosinus yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati, tangens qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati, kotangens yopishganning qarshisidagi katetga nisbati. Endi burchaklar bo'yicha xo'p, bizga endi ma'lumot shart emas, uni jadvalda bemalol ko'rib olaverish mumkin. Ya'ni sinus 0 gradusda 0 ga teng, sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng, sinus 45 gradusda ildiz ostida 2 taqsim 2 yoki 0,7, sinus 60 gradusda ildiz ostida 3 taqsim 2 yoki 0,87 bo'lish kerak. Xo'p, 60 gradusda. 90 gradusda esa 1 ga teng. Kosinus 0 gradusda 1 ga teng, 30 gradusda 0,87 ga, 45 gradusda 0,71 yoki ildiz ostida 2 taqsim 2. Xo'p, 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng, 90 gradusda esa 0 ga teng.